Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, tomoshabinlar. Bugun Alloh nasib qilsa qisqa va lo'nda tushunarli video qilishga harakat qilaman. Cambridge 17 birinchi test, matching savol turlari. Matching savol turlari juda qiyin emas, misol uchun multiple choice'dagi qiyin emas, lekin baribir qiyinchiligi bor o'ziga yarasha. Xo'p, bugun o'tadigan narsamiz mana bu matching savol turlari. Buni yaxshi bilasizlar. Bor yo'g'i 4 tagina bularni qanaqa yechishimiz kerak. Birinchi navbatda matching savol turlari har doim shunga o'xshagan paragraflarda keladi. Ya'ni paragrafga bo'lib qo'yilgan bo'ladi, bitta passage A, B, C, D qilibdi. Bunaqa holatda biz birinchi bo'lib paragraflarni o'qishni boshlashimiz kerak. Nimaga? Chunki bu yerda A paragrafi, B paragrafi, C paragrafi, misol uchun D paragrafi men buni qilib olganman. D paragrafini o'zida 3 ta savolga javob kelyapti. 3 ta savol. Bular qaysilar? Masalan, mana bu yerda aytyapti, section D ni o'qiysan deyapti. Shu yerda 2 ta savolga javob bor. Undan tashqari bitta mana bu yerdagisini javobi bor bu yerda. Shuning uchun biz birinchi bo'lib paragraflarni o'qishni boshlashimiz kerak. Endi bu videoda to'liq paragraflarni o'qib vaqtimizdan yo'qotmaymiz. Tez qilamiz, tez tushunasizlar va srazu practice qilishga o'tib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, endi yana shu savol turlari chiqqanda biz birinchi bo'lib statementni o'qiymiz. Masalan, a mention of a negative attitude towards stadium building projects. Bu yerda o'qiganimizda nima qilishimiz kerak? Sentence, aniqrog'i statementni birinchi so'zlariga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni explanation so'ralyaptimi? Ya'ni berilgan statementni qaysi paragrafda bir tushuntirilishi so'ralyaptimi yokida misoli so'ralyaptimi, example, yokida tasvirlanishimi, yokida reference shunga bir yonlashuv deymiz, ссылка deb rus tilida. Mention bo'lsa shuni upaminaniya, ya'ni eslatib o'tilishimi. Biz shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Keyin matching savol turlari ko'p holatda paragrafda bitta gapda keladi. Bu ko'p holatda deb aytayotganim har doim bunaqa emas. Misol uchun adashmasam bu yoqda 2 ta yoki 3 ta mana shu matchingda bitta paragrafda kelgan, aniqroq bitta sentenceda kelgan. Shu narsaga e'tibor beramiz. Bu mana shu matching heading savol turlaridan farqi bo'ladi. Xo'p, qani bismillohni aytamiz. Har doim birinchi bo'lib bismillohni aytinglar har doim. De bajarishni boshlaymiz xudo xolisa. Ketdi. Bu bizga kerak emas. Eslatib o'taman, bu tekstni kechagina men o'sha o'zim o'quvchilarim bilan bajardik. Shuning uchun javoblar meni esimda turibdi. O'shanga butun tekstni boshidan o'qib, boshqa qilib bu narsa bizga shart emas. Shuni o'zini o'qiymiz, tezsiz vazifani bajarishni boshlaymiz. Xo'p. Qani bismillah. A mention of a negative attitude towards stadium building project. Uzr, bitta narsa esimdan chiqibdi. Xo'p, paragrafdan o'qishni boshlaymiz dedim. Lekin bu yerda 10 ta imенно matching savol turlari 14, 15, 16 va 17 ni biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib o'qiymiz. O'qiganimizdan keyin o'sha mana paragraflarni bajarishni boshlaymiz. Nimaga bu narsani birinchi o'qish kerak? O'qib olgan paytimizda qisqacha tushuncha bizda hosil bo'ladi. Nima haqida o'zi gap ketayotganligi. A mention of a negative attitude towards stadium building projects. Ya'ni bu yerda nima so'ralyapti bizdan? Mana shu stadion qurilish proyektlariga bo'lgan odamlardagi negativ fikrlar, отношение, mana shu negativ e'tibor deyiladimi? Shu narsani mention kerak. Ya'ni qaysi paragrafda shu narsa berildi. Bu topamiz. Javobi mana bu yerda berilgan. Endi qilganim uchun today, however, stadiums are regarded with growing skepticism. Ya'ni hozirgi kunda stadionlar qurilishiga odamlar yomon fikrda. Nimaga? Construction costs can soar about 1 billion pounds sterling. Stadium finish for major events such as the Olympic Games or FIFA World Cup have notably fallen into disuse and despair. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Mana shu skeptikizmni tushundik. Nimaga deydigan bo'lsa, bu yoqda qurilish narxlari juda ham qimmat bo'lib ketyapti. 1 milliard shu funt sterlinggacha oshishi. Undan tashqari bu stadionlar faqatgina Olympic Game'larga, FIFA World Cup uchun bo'lishi mumkin. Bilasizlar, bu 4 yilda bir marta bo'ladigan narsa. Bo'ldi. O'shandan keyin bu narsa yopib qo'yadi yoki buni qayta remont, ta'mirlashga solib qo'yadi deyilyapti. Mana shu yerda hamma berilgan narsa chiqdi. Chiqqandan keyin buni mention qilgan joyi ham bo'ldi. Shuning uchun javob bu yerda A bo'ladi. Qani, bismillah, davomini qilamiz. Figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium. Mana shu yerda kelinglar, ikkita narsaga e'tibor beramiz. Birinchi navbatda certain stadiumdan oldin artikel turibdi, ya'ni gap bitta stadion haqida ketadi. Ikkinchi navbatda figures. Figures degani tasqon yozadiganlar juda ham yaxshi biladi. Bu yerda aniq raqamlar ketadi. Shu raqamlar nima haqida? Shu stadionni tabiatga berayotgan foydasi haqida bo'ladi. Xo'p, qani, bunga ham aniq marka qo'yib qo'yamiz.
adashmasam mana bu yerda F paragrafda berilgan edi bu narsa. Endi F paragrafgacha o'qib tushgungacha qancha vaqtimiz ketib qoladi. Shuning uchun tez qilamiz. Mana qaranglar. Mana bu yerda this reduces the annual output of carbon dioxide by 660 tons and supplies up to 80%. Hop, mana shu narsa berilyapti. Endi this reduces deganda buni tepadagi anaqasida berilgan. The letter inaugurated in 2009 has 8844. Xullas kalom, bu yerda mana shu Germaniyadagi stadionga qanaqadir panellar qo'yilgan. Bu panellar 1 soatda 1.14 gigavat energiya ishlab chiqaradi har yili. Xuddi shu narsa nima qildi? Mana bu karbonat angidrid gazi, tabiatga bilasizlar, mana shu global warmingga juda katta hissa qo'shayotgan narsa. Shu narsa 660 tonnagacha karbonat angidrid gazini kamaytiradi. Kamaytiradi degani mana shu environmental benefit bo'ladi. Certain stadium degani mana shu Freiburg degan stadion ekan Germaniyadagi va bu yerda aniq raqamlar ham berilyapti mana. Demak, bu nima desa bo'ladi? Ideal topilishi mana shu bo'ladi. Javobi F bo'ladi. Xo'p, osongina ketyapmiz, xudoga shukr. Qaniydi, hamma IELTS ekzamlari xuddi shunaqa oson bo'lgandi. 16 examples of the wide range of facilities, wide range of facilities available at some new stadiums. Keyin shu narsani example-ni topishimiz kerak. Tarjimasi aytilyapti, ba'zi bir yangi stadionlardagi bir katta udobstvolarni misollari qayerda berilyapti. Eslab qoling. Esingizda bo'lsa, birinchi so'zga e'tibor berishimiz kerak. Figures degani aniq raqamlar. Butun tekstni o'zimda hozir ko'rsataman, ko'z yugurtib chiqadigan bo'lsanglar, mana bu yerda 25 ming spectators degan joyi bor. Qolgan aniq raqam yo'q bu yerda. Misol uchun, почти yo'q. Mana bu yo'qda ham faqatgina aniq raqamlar mana 8844, 114 gigavat, keyin 660. Figures degani shu narsa tezda ko'zga tashlanadi. Endi examplelar qanaqa bo'ladi? Examplelar har doim tekstda virgul bilan beriladi. O'zi examples deganda nimadir ismlari qayta kelishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar yoki bir narsani sanalishi bo'ladi. Xo'p, ketdi. There is a growing trend for stadiums for stadium to be equipped with public spaces and services that serve a function beyond sport. Ya'ni sportdan tashqari qanaqadir boshqa vazifalarni bajaradi. Nima? Such as hotels, bu sanalyapti, retail outletlar bor ekan, conference centers, restaurants, bars, children's playground and green spaces deb berilyapti bu yerda. Mana mashqda examplelar berildi. Bu examplelar juda ham ko'p ekan. Yaxshi, aniqrog'i facilitylar ko'p berilyapti. At some new stadiums deb berilganda mana qarang, trend for stadiums, ya'ni yangi qurilayotgan stadionlarda shu narsa qilinmoqda deb berilyapti. Demak, bu qaysi paragrafda? Shu I paragrafda kelgan. I paragrafni olamiz, belgilab qo'yamiz, marka qilib qo'yamiz. Hozirgacha yaxshi ketyapmiz. Xudo xolisa 17 reference to the disadvantages of the stadiums built during a certain era. Bu yerda aytilyapti, qaysidir zamonda qurilgan stadionlarni minuslariga berilgan ссылка. Ya'ni qaysi paragrafda bu narsa, bu reference deganda ko'proq mentionga yaqin bo'lishi mumkin. Xo'p, javobi D paragrafda edi, adashmasam. Mana shuni o'qiymiz. There are many similarities between modern stadiums and ancient amphitheaters. Tepasida amfiteatrlar haqida gap ketgan edi. Intended for games, but some of flexibility was lost at the beginning of the 20th century. Mana shu 20th century degan joyda a certain era deyilyapti. Keyin some of the flexibility was lost deganda mana o'zingiz tushundinglar. Oldingi mana amfiteatrlar bilan solishtirganda stadionlar ko'p vazifani bajargan. Ya'ni bitta joyda aytilganki, mana salt depot, ya'ni tuz xranilishi, ya'ni tuz skladi sifatida ham ishlatilgan stadion o'ylaysiz, amfiteatrlar shunaqa ishlatilgan. Ketdi. Xo'p, shu narsani minuslari qayerda berilgan? Mana bu sentenceda berilgan. These factors ketdi. Mana tepada faktorlar berilyapti. Masalan, stadiums are in suburban area, ya'ni uzoqda joylashgan. Misol uchun Yunusobodda yashasanglar, mana Toshkent Yunusobodda yashasanglar, anu bunyodkor yangi stadionni borguningizcha qancha vaqtingiz o'tib ketib qoladi. Design for sporting use only. Faqatgina sport uchun ishlatsa bo'ladi. Boshqa hech narsasi yo'q buni. Only surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be accessible to the general public. Birinchi navbatda oddiy odamlar uchun juda bir noqulay, ishlatish qiyin deb aytilyapti. Require more energy to run, ya'ni ko'p energiya ketadi va bu narsa
issiqligi o'zini hissasini qo'shadi, ya'ni isib ketadi. Mana shu minuslari aytib o'tilyapti. Va shu ba'zi bir stadionlar 20-asrda qurilgan stadionlar certain era bo'lib chiqyapti. Referenslarni biz topdik. Endi javob bu yoqqa nima bo'ladi? Shunda D paragraf bo'lyapti. Mana xudo xohlasa mana shunaqa qilib bu savol turlarini biz tezda yechib bo'ldik. Qayta yana eslatib o'tib ketaman. Bu savol turlari kelganda birinchi navbatda bitta qisqa qilib o'qib olamiz va paragraflarni o'qishni boshlaymiz. Chunki paragraflarda bitta paragrafda mana shuni topish bilan mana bu savol turlarini topish bilan birgalikda buni topishinglar mumkin yoki buni topishinglar mumkin. Shu narsa esdan chiqmasin. Bu narsani qilish, masalan, deylik, bu texnika sizlarga eslab qolinglar, javobini to'g'ri topishga yordam bermaydi. Bu narsa sizlarga imtihon paytida vaqtinglarni ekonom qilishga yordam beradi. Eslab qolinglar, reading paytida shu imtihonda sizlarning asosiy dushmaninglar vaqt kamligi. O'zinglar ham yaxshi bilasizlar. Masalan, 2 soat, 2,5 soat, 3 soatda readingni dahshat zo'r qilib yetsa bo'ladi, lekin imtihonda afsuski bor yo'g'i 1 minut beriladi. Xo'p, sekin bu narsani o'chiramiz. Hammaga rahmat. Ko'rganingiz uchun albatta podpiska qilinglar. Alloh nasib qilsa, keyingi videolar bundan ham sifatli va informativ bo'lishga harakat qilamiz. Rahmat.